Do'stlar, bugun men sizlar bilan doimgidek qaydirman. Bugungi videomizda Minecraftda top 5 ta modlarni olamiz. Hozirda birinchi modimiz mana bu Vardenli qurollar modi. Bu faqat Varden emas, qurollar emas, adashmasam Vardenni o'zini ham qo'shib kerak. Ya'ni kuchaytirilgan versiyasi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Varden mana Vardenni kuchaytirilgan versiyasi. Ko'rib olasizlar. Ya bu aligina qaz ekan. Xullas bu Vardenda binosi desam bo'laveradi. Vardenni o'zini qo'yganimizda u agar jo'ni ketsa uni jo'ni qo'yib ko'rsatamaslarga do'stlar. Top bir 8 ta qurol bor. Bitta nakam qiladi. Ko'rganingizda agar o'zingizga tegsa mo'qrolan menga yoqadi. Ko'rdilarmi, kuchi yo'q, вообще kuchli-da. Bu uchirtachi bunaqa ko'p urinolmaydi. Bu qilchimiz bor, qilchamiz desam bo'ladi. O'xshamayapti. Ha, bu adashmasam bu tezlik beradi xolos edi. Bu lekin bitta urishda o'ldiradi. Kuchaytirmaydi. Aytgancha keyin do'stlar, mana bu dinozavrlarga bu kiyimga modlarda qo'shib qo'ygan. Bu ham kuchli-da, bu ham bunday qilib turib. Bu ham kuchli mana bunday qilganlarda uni chekira chiqarib zashta beradi. Keyin adashmasam bu jonga ham bo'lishi kerak mana. Bu Varden ko'rgan bilan uch ketmaydi, oddiy Varden o'xshaydi. Azizim yo'q. Bu ham bor. Shu ikkinchi o'rinda qo'ydi. Ur. Qana urardi bunda? Qanday urib do'stlar urardi buni? Tepadan sakrab urish kerakmi degan buni? Xullas, bunda hozir urib bo'lmayapti do'stlar. Endi top ikkinchi modni sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Top ikkinchi mod. Top ikkinchi modimiz esa bizda hozir hamma narsaga aylanish modi. Ya'ni biz xohlagan narsamizga aylana olamiz. Faqat uni o'ldirsak bas. Mana masalan qaranglar. Avval o'ldirgan hayvonlarim mana maytib turadi. Mana masalan buni o'ldirsa bu aytgancha bunda bo'lmaslik kerak. Mana o'zini eng kuchli monusini olib turib sizlar buni o'ldirib deb turib qayerga qadir uchishlar. Xullas, uni ko'rsataman. Bu ham mashinari bu. Qani? Ana ko'rdinglarmi, kuchli bitta o'ldirib tashlaydi. Endi buni kirsak, aytgancha bu faqat Minecraft o'zini moblarida ishlaydi. Masalan, mana bu. Qani? Ot o'ldimi? Endi bunday qilib turib bitta bossak, ot chiqish kerak hozir. Mana ot o'ldirmagan. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bitta hayvon topilmayapti shu yerda. Mana qarang. Bunday qilib turib. O'tirma tush. Şu zombi var mı? Ay.
bo'ldi, taqdim mana. Tek xo'sh bosasizlar. Endi men otma. Tez yuradi, men ham tez yuraman. Shunaqa xususiyatlari bor-ku. Nimani o'ltirsanglar, asl xususiyatini qo'shib beradi. Men bu adashmasam bloklarda ham olish kerak-da. Do'stlar, bir minut. Bo'ldi, shabitda. Xullas shunaqa. Endi top 3-mod o'tadigan bo'lsak, top 3-mod. Men o'zimga shaxsan eng yoqqan modlardan biri. Ya'ni hozir sizlarga hali aytib o'tganimdek, nima ro'y qo'yibdi o'zini? Sizlarga hali aytib o'tganimdek, ajdarlar modi. Mana qaranglar, vafshem ko'p ajdarlar bor debdi. Turli tuman ajdarlarni olib o'zinglar bilan o'ynasanglar bo'ladi. Masalan, ajdarho mitsasi, adashmasam buni qo'lga o'rgatsa ham bo'ladi. Mana. Buni katta qilsa bo'ladi. U so'raydi narsa. Bir marta katta qilsa bo'ladi deyapti. Bir adashmasam bunga o'zimiz go'sht berishimiz kerak edi. Yo, adashyapman. Nimadir berardi, mana qarayapman. Xullas, nimadir katta qiladi. Ana so'rayapti. Qara to'qotdi. Nima bir jinni? Ha, bo'ldi, tushunarli narsa bo'ladi. Jinnicha ovqatlar so'rayapti shu. Nima so'rayapti? Nima? Bu ovqatni endi men qayerdan topaman? Xullas, shunaqa ovqatlarni olib, shunaqa qilishlar mumkin. Hozir endi top 4-modga o'tamiz. Top 4-mod bo'lsa, hozir men sizlarga ko'rsataman top 4-modni. 2-modga yetdi hozir. Mana men aytgancha buni bronyalari, har xil aslahalari bor. Mana yo'lasizlar, eng kuchlilari va eng foydalilari. Ana ko'rganinglardek shuni kuchli bronyalari bor. Keyin adashmasam endi bitta modimiz qolib ketdi orada. Qaysi modligini bilmayapman. Bitta mod bor edi, yana to'g'rimi do'stlar? Hozir nechinchi modga yetdim? Ha, mana bu qilichlar modi aytgancha. Bu yerda bo'lsa menga eng yoqqan modim shu. Mana bu yerda har xil qilichlar. Mana senga qilich, ana senga qilich degan qilichlardan bor. Ikkala qo'llarga tushadigandan bor, bitta qo'lga tushadigandan bor. Mana o'tirib ishlatsanglar, boshqa ishlaydi. Bunday ishlatsanglar boshqa ishlaydi. Men bu hamda boshqa. Bitta qilasizlar, o'chadi. Bitta qilasizlar, yoritadi. Yoritib yuradi. Xullas shunaqa. Bo'pti do'stlar, shu bilan modlarimiz tugadi.